Qanday qilib bu profil mana shu prosmotrlar orqali biznesni Reels orqali rivojlantirmoqda? Keling videosini ko'rib chiqamiz. Qizil kitobga kirgizib qo'yadigan boks ishimizni tayyorlaymiz. Nimaga unaqa deyotganimni videoni. Xo'sh, keling endi xuddi shu mahsulotni boshqa profilda ko'ramiz. Nimaga ikkalasi ham deyarli bitta mahsulot, nega unaqa katta farq bor? Bunda asosiy sabab Reelsda yaxshi prosmotr oladigan videolarni bilish lozimligi. Ko'pchilik o'ylaydi, trendga chiqqan tovar olsam bo'ldi, meni videolarimni hamma ko'radi va mahsulotimni hamma sotib oladi. Bu fikr noto'g'ri. Birinchi navbatda siz Reels qanday ishlashini, algoritmini va o'zingizni mahsulotingizni to'g'ri reklama qilish yo'llarini, Reels fishkalarini bilishingiz kerak. Bu narsani men o'zimni 3 kunlik bepul darsimda o'rgatmoqchiman. Undan tashqari yangi produkt tayyorlayapman. Unga ham taqdimot bo'ladi. Qatnashish uchun hoziroq profilimga obuna bo'ling va profilim havolasidagi Telegram kanalda barcha fishkalarni gaplashamiz.